Project Ashraf A presents. Bitta katta sir bor. O'sha sirni agar tushunib siz g'alaba qozonsangiz, siz umringizda oxirigacha Xudo xohlasa baxtli bo'lasiz. Siz umringizda oxirigacha boy bo'lasiz, omadli bo'lasiz. Umringizda oxirigacha o'sha sizni orqangizdan quvishadi. Endi bu sirni men hozir bitta hikoyadan keyin aytib beraman. Kunlardan birida bir kambag'al bola bo'lgan ekan. Juda ham kambag'al, qashshoq, ota-onasi yo'q, yetim bola bo'lgan ekan, yigit kishi. Yoshi shu 22-23 yoshida, 25 bo'lsin maksimum shu atrofida bo'lgan ekan. U bola haddan tashqari podshohning qizini, Malikani yaxshi ko'rib qolgan ekan. Shunchalik devona-yu oshiq bo'lib qolgan ekanki, o'zini yo'qotadigan darajada oshiq bo'lib qolgan ekan, yaxshi ko'rib qolgan ekan. Va o'ziga maqsad qo'ygan ekan. Men ana shu qizga erishaman. Men shu qiz meniki bo'ladi deb maqsad qo'ygan ekan. Niyat qilgan ekan. Ana uni eshitgan atrofidagi oshna og'aynilari, tanishlari ustidan kulgan ekan. Sen telbamisan? Sen bu haqiqatdan bu telba bo'lib qopti, bu jinni bo'lib qopti. Sen kimsan? Podshohning qizi kim? Sen kim bo'lding-u, u kim? Sen kallang joydan, aqling joydanmi? Ramkani ichiga kir. Bu bola chiqmoqchi ramkadan tashqariga. Ramkani ichiga kir deb kirgizib qo'yishmoqchi boshqalar. Qisqasi harakat qilgan ekan, endi podshohning qizi, unga yaqinlashib bo'lmaydi. U ko'rish bir amr mahol, chunki shohning qizi u. Lekin bu bola shu kundan kunga o'sha xayol uni badanini, ongini, o'sha qalbini olib qo'yar ekan kundan kunga. Va tanishlari buni bu ahvolga tushib qolganini ko'rib maslahat berishibdi. Do'stim, sen shu qizga erishmoqchimisan? Senga bitta maslahat beramiz, o'shani qilsang erishasan. Bo'ldi, hamma narsaga tayyorman. Demak, shunaqa joyga borasan, bir inson bor, bir avliyo bor. O'sha insonning oldiga borib maslahat so'raysan. Senga maslahat beradi va Xudo xohlasa erishasan o'sha maqsadingga. Bo'ldi, hamma narsaga tayyorman deb yo'l olibdi. Ancha yuribdi, o'sha insonni topibdi. Hazrat, shunaqa muammo bilan keldimki, men podshohi olamni qizlarini yaxshi ko'rib qoldim, sevib qoldim, telba bo'ldim. O'shanga nima qilib bo'lsa ham erishishim kerak, menga yo'l ko'rsating degan ekan. Haliga Hazrat aytgan ekanlar, agar sen oshiq bo'lgan bo'lsang, senga bitta yo'l bor. O'shani bajarsang erishasan degan ekanlar. Nima ekan desa, bir tog'ni ko'ryapsanmi? Uzoqda bir tog' bor ekan. O'sha tog'ni cho'qqisida bir g'orlikni topasan, bir g'or joyda topasan. Xo'p, o'sha iloji boricha odamning oyog'i yetmagan cho'qqiga, teparoqqa chiqasan. Bo'ldi, chiqaman, mayli. O'sha yoqqa chiqasanda 40 kun o'tirasanda faqat Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh. Bu ana shu 4 ta so'zni aytasan. Astagfirullohni ham qo'shib qo'yasan. 5 ta mana. 5 ta oddiy zikr so'zlar. Mana shu narsani ertalabdan kechgacha tinimsiz aytasan, zikr qilasan. Bo'ldimi debdi? Bo'ldi. 40 kundan keyin bo'ldimi shu Malika boshlabdi zikr qilishdi. Oradan 7 kun o'tibdi, 2 hafta o'tibdi, 20 kun o'tibdi. Shoh bemor bo'lib qolibdi. Shohni shunaqa mazasi qochib qolgan ekanki, nima qilishni bilmabdi. Hamma dunyoning eng kuchli tabiblarini olib kelinglar debdi vazirlar. Dunyoning eng kuchli tabiblarini olib kelishgan ekan, ular yordam berisha olmabdi. Boshqa kuchli tabiblarni olib kelinglar, shayxlarni olib kelinglar, imomlarni olib kelinglar, qozilarni olib kelinglar. Hammasi kelib har xil maslahat berib birontasi o'xshamabdi. Keyin oradan bir oylar o'tgandan keyin xalqni orasida o'sha mish-mish yurishni boshlabdi. Tog'da qanaqadir inson bor. O'sha inson anchadan beri o'sha g'ordan chiqmayapti. Endi baribir o'sha qishloqlardan yurib o'tganda, o'sha kimsan, qayerga ketyapsan desa, shu toqqa qarab ketyapman deganda, o'sha odamlarning esida qolgan, o'sha shaharlarga tarqalgan bu gaplar. Bir qanaqadir avliyo toqqa kelib qolgan. U avliyo hech o'sha g'ordan chiqmay, faqat shu Xudoni tildan tushirmaydi degan gaplar yurgan ekan shaharda, qishloqlarda. Bu gap vazirga yetib kelibdi. Keyin vazir shohning oldiga kelibdi. Yo shohim, shu xalqning orasida bir mish-mish gaplar yuribdi. Palon vodiyda tog'ni cho'qqisida odam bormagan joyda bir inson, bir Xudoga yaqin inson o'tirgan ekan g'ordan chiqmasdan. Zikr qilib o'tirgan,
ekanlar. Balkim o'sha kishini chaqiramiz desa, bor chaqir, olib kelinglar. Qisqasi o'sha vazirlar zo'rg'a chiqib, o'sha toqqa iltimos qilishibdi, shoh sizni kutyapti deb. Sababini so'ramasdan haligi yigit, haligi inson tog'dan, g'ordan tushib shohning oldiga borgan ekan. Yo shohim labbay, nima xizmat bizga? Shunaqa muammo, dard, bir xillar ozgina vaqt qoldi o'limga, ajalga degan ekan. Ajal haq, o'lim haq, lekin qo'limdan kelganicha Alloh sizga umr bergan bo'lsa, o'sha qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, olam panoh. Bo'pti deb oradan bir 3 kun, 4 kun, 5 kun vaqt o'tgan ekan, shoh yugurib ketibdi. Keyin qizi bemor bo'lib qolibdi. Qizini ham hech kim davolay olmabdi. O'sha tabib o'shaqda ekan hali, o'sha bir kunda davolabdi, qaramasdan, retseptini aytgan. Ana endi shoh u odamni chaqiribdi. Barakalla, barakalla. Siz juda ham kuchli hazrat ekansiz. Dunyoning eng kuchli tabiblari ham, kuchli olimlari ham davolay olmagan joyda siz davoladingiz, barakalla. Endi hazrat sizga bir sovg'am bor. Hadya qilmoqchiman sizga. Sizga 3 qop oltin hadya qilmoqchiman deganda haligi g'orda o'tirgan yigit aytibdi, "Ya, menga kerak emas" debdi. "Menga kerak emas" debdi. "Mayli, agar oltin kerak emas bo'lsa, bo'lmasam yerim bor meni, juda katta yerim, otlar u qo'ylari bilan, tuyayu barcha o'sha cho'ponlari bilan, hammasi bilan sizga o'sha berib yuboraman, hadya qilaman" deganda, "Ya shohim, menga u kerak emas" degan ekan. "Bo'pti, unda" debdi. "Bo'lmasam" debdi, "siz juda ham yaxshi inson ekansiz. Men tushundim sizda. Meni yarim saltanatimni sizga hadya qilaman" degan ekanda, "Yo shohim, menga u kerak emas." Bu qiziq odam ekan debdi. "Bo'pti" debdi, "shu oxirgi bitta yagona qizim bor. O'shani sizga turmushga beraman, sizni xizmatingizga qilishga beraman. Hadya qilaman shu qizimni" deganda, haligi bola nima debdi? "Yo'q shohim, bu menga kerak emas" debdi. Men ham hayron qolganman eshitib. U maqsadi shu bo'lgan bo'lsa, bolani, o'sha malika bo'lgan bo'lsa, maqsad. Hamma hayron, vazirlar ham, shoh ham. Debdi, "Hazrat" debdi, "Sizga nima kerak o'zi? Shuncha narsa taklif qildik. Nimani istaysiz? Nimani xohlaysiz?" desa, "Menga g'or kerak" debdi, "Menga g'or. Yana o'sha g'oringga qaytib bormoqchiman" debdi. Tushundinglarmi azizlar? Qissadan qissa shuki, agar siz Xudoning muhabbatini topsangiz, siz mast bo'lasiz. Siz rom bo'lasiz. Siz umuman sizni bu dunyo vobshe qiziqtirmay qo'yadi. Umuman dunyoni o'zi kelishni boshlaydi. Obro', e'tibor, ilm, tushunyapsizmi? Hammasi sizga kelishni boshlaydi. Haqiqiy sir mana shunaqa bo'ladi. Xohlagan va istagan narsangiz ijobat bo'ladi. Tushunyapsizmi? Endi qarang, endi meni diqqat bilan sirni eshiting. Sir nimadan iborat? Nafs. Bu sizning siringiz. Nafsingizni qancha kaltaklasangiz, nafsingizni qancha ko'p jilovlasangiz, nafsingizni qancha ko'p ushlasangiz qattiq, uni aytganini qilmasangiz, nafsiz ertaga sizga bu yaxshi inson ekan deydida va avtomatik tarzda nafsiz keyin sizni yaxshilikka tortishni boshlaydi. Nafsiz o'rganib qolgandan keyin o'zi, misol uchun ana ovqatlanganimizda ko'pchiligimizda odatimiz bor, prosta quruq omin qilib qo'yamiz. Nimani omin qilyapsiz? Nima bor bu kaftni ichida? Nima bor? Nima uchun qo'lingizni ko'taryapsiz bunday qilib? Nima bor? So'z bilan uni to'ldirdingizmi? Qalbingiz bilan to'ldirdingizmi? Ichingizda ovozingiz bilan pichirlab gapirdingizmi? Nima mana bu qiliq? Nima bu? Shunaqa narsa bo'lmasligi kerak. Ana ertaga duo qilayotganingizda bitta gap bilan ko'p narsani hal qilib yorasiz. Sidqi dildan, chin qalbingizdan bir og'ir situatsiyaga, og'ir bir vaziyatga tushib qolgan bo'lsangiz, "Yo Xudo menga yordam berding", shunday Xudoning o'zi yordam beradi sizga.